til to'sig'i biz o'zbeklarda bo'lishi mumkin, faqatgina biz chet tilda gaplashganimizda. Siz bitta narsani esingizdan chiqarmang. Siz rus tili o'qituvchisi emassiz. Til to'sig'i nimadan paydo bo'ladi? Men hozir rus tilida gapiraman, meni ustimdan kulishadi. Odamlardan qo'rqish bu juda ham ko'p o'quvchilarda bor. Qo'rquv darajasini pasaytiradigan bu bilim. O'quvchilarim, assalomu alaykum. Siz bilan sizning rus tili o'qituvchingiz Zarinichka Ismoilovna. Darsimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan языковой baryer haqida gaplashamiz. Языковой baryer bu o'zi nima va hozirgi kunda bizning onlayn maktabimizga keladigan taxminan 80% o'quvchilarda aynan языковой baryer muammosi bor. Keling, bu o'zi nimaligini va bu muammodan qanaqa qutulish kerakligi haqida gaplashib olamiz bugungi videoda. Языковой baryer tushunchasini o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, til to'sig'i deb tarjima bo'ladi. То есть bu sizni rus tilida, например, siz boshqa tilni o'rganyapsiz, angliyskini o'rganyapsiz, например, o'sha tilni o'rganishingizda yoki gapirishingizga, asosan gapirishingizga qanaqadir to'siqlar bor va o'sha to'siqlar gapirishingizga imkon bermayapti o'zi. Ну, agarda, вот давайте boshqa mavzuga ketamiz. Ingliz tilini oladigan bo'lsak va rus tilini oladigan bo'lsak, til to'sig'ini ingliz tilida bartaraf qilish osonroq rus tiliga qaraganda. Nimaga? Bir kuni ko'chada turganimda bitta judayam o'zbekcha, to есть juda diniy desam ham bo'ladi, kiyingan qiz keldida mendan ingliz tilida qanaqadir magazinni so'radi mendan. U bemalol gapira oldi, rahmat dedi. Men unga tushuntirdim, rus tilida tushuntirdim unga va u ketdi. Потому что, например, тоже eslash so'zlarni hozir ingliz tilida meni unaqa ko'p vaqtim yo'q. Men просто javob bermoqchiman. Tam o'ngga chapga и всё. Правильно? Да. И o'sha momentda menga bitta fikr keldi. Gap shundaki, o'sha odam ko'chada ingliz tilida gapiryapti va juda ham ko'p odamlar aslida ingliz tilini bilmaydi. Siz aytishingiz mumkin, yo'q, hamma biladi. Вот mingta odam kursimizda hamma ingliz tilini biladi. Lekin nimaga o'sha odamlar ko'chada yo'q? Nimaga o'sha odamlar, например, kafelarda yo'q? Men ko'p ko'raman. Siz molga kafega borganimda, restoranlarga, inosranlar kelsa, ular bilan hech kim gaplasha olmaydi. Или rus tilida hech kim gaplasha olmaydi. Ko'raman. То есть, да, balkim sizni orangizda, atrofingizda ingliz tilini zo'r biladigan odamlar bordir, lekin ular ko'chada bor degani emas. Agarda boshqa odamlar ingliz tilini bilmaydimi, siz praktika qilyapsizmi ingliz tilini ular bilan gaplashib, ular ingliz tilini bilmaydi. Bu degani sizni xatoingizni hech kim to'g'rilay olmaydi, chunki ular sizni xatoingiz borligini anglamaydi ham. Rus tilini juda ham ko'p odamlar biladi. Rus tilida grammatik xato qilsangiz sizni to'g'rilashadi. Talaffuzingizni to'g'rilashadi. Даже to'g'rilashmasa ham yuzi o'zgarib bo'ladi, siz tushunib bo'lasiz, что siz qanaqadir не то ish qildingiz. Tushunasizlarmi? Поэтому ingliz tilida til to'sig'ini bartaraf qilish osonroq rus tiliga qaraganda, потому что rus tilini biladigan odamlar juda ham ko'p. Tushundinglar-da? Endi Xo'p, языковой baryer, demak, til to'sig'i qachon bizda paydo bo'lishi mumkin? Agarda biz chet tilida gapirayotgan bo'lsak, biz o'zbeklar chet tilida, ingliz tilida, to есть o'zbek tilida qanaqasiga gapirishga qo'rqishingiz mumkin? Bu ona tilingiz-ku, ona tilimiz-ku, qanaqasiga uyalamiz o'zbek tilida gapirishimizga. Даже xato gapirsak ham baribir gapiraveramiz. To'g'rimi? To'g'ri. Xato qilamiz gapirganimizda. Вот уже chet tilda gapirganimizda til to'sig'i paydo bo'lishi mumkin. И eslatib o'taman, что Rossiya davlati juda ham katta davlat. U yerda juda ham ko'p shevalar bor va
ko'p odamlar aksent bilan gaplashadi. То есть talaffuzi sal o'zgacha bo'ladi va o'sha talaffuzi o'zgacha bo'lishi, например, talaffuzda g'e harfi ko'p bo'ladi, o harfi ko'p bo'ladi, sh harflari ko'p bo'ladi. Ila qanaqadir predloglarni u v nani o'rniga u ko'p ishlatishadi. Lekin ular ham baribir uyalmaydi o'zini talaffuzidan va shevasidan. Biz shunaqa odamlar, то есть biz har doim hamma narsadan uyalamiz. Bu ham haqida ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Endi mavzuga yaqinlashadigan bo'lsak, demak, til to'sig'i biz o'zbeklarda bo'lishi mumkin, faqatgina biz chet tilda gaplashganimizda. Asosan ko'p ustozlar bu xatoni qiladi, o'quvchilar ham bu xatoni qiladi. O'ylaydiki, agarda men hozir grammatikani yaxshi o'rgansam, til to'sig'i muammosi menda bo'lmaydi. Men hozir muloqot qilsam, til to'sig'i menda bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Lekin bu hammasi noto'g'ri. Men o'quvchilarimga har doim aytaman. O'quvchilarim, siz o'zingizdan o'zingiz, то есть o'zingizdan o'zingiz qanaqadir rus tilini o'rganish haqida qoida yaratdingiz, mashq yaratdingiz. Siz bitta narsani esingizdan chiqarmang. Siz rus tili o'qituvchisi emassiz. Siz o'zingizdan o'zingiz tak, davay men bugun 10 ana so'zini yodlab rus tilida 5 sekundda zo'r gaplashib ketaman deb o'ylab, qanaqadir qoida o'ylab topib, rus tilini o'rgana olmaysiz. Siz rus tili o'qituvchisi emassiz. Rus tili o'qituvchisi bo'lganingizda, sizda til to'sig'i muammosi bo'lmasdi. Tushundingizda? Xo'p, endi grammatikani o'rganish bu xato va yezikovoy baryer, ya'ni til to'sig'i muammosini bartaraf qilmaydi. Keling, men sizlarga undan oldingi videolarda ham, bugungi videoda ham aytaman. Har bitta muammo bo'lganda, uni sababini avval ko'rsatish kerak, potom yechimini. То есть сразу yechimga o'tib bo'lmaydi. Til to'sig'i nimadan paydo bo'ladi? Paydo bo'lishi. Bu, значит, til to'sig'i bizda ikkita muammo tufayli paydo bo'ladi. Birinchisi bu lingvistik, hozir tushuntiraman. Ikkinchisi bu psixologik. Tushundinglar-da? То есть o'sha til to'sig'i muammosini u ikkita ikkita qismchalardan iborat bo'ladi. Lingvistik muammo bu nima? Siz rus tili grammatikasini juda ham zo'r bilasiz. Siz rus maktabda o'qigansiz. Siz bemalol kitoblar yoza olasiz. Siz bemalol qanaqadir statya, maqolalar yoza olasiz. Bemalol zo'r insholar yoza olasiz. Yozganingizda umuman xato qilmaysiz. Lekin gapirishga kelganda mana bu ulgur og'izdan chiqmaydi so'z. Bu lingvistik muammo. Tushuninglar-da? Psixologik bu agarda bizda qo'rqish bo'lsa, men hozir gapiraman, bu xato bo'ladi. Men hozir rus tilida gapiraman va odamlar qanaqa reaksiya berishini men bilmayman. Men hozir rus tilida gapiraman, meni ustimdan kulishadi. То есть или biz umuman olganda odamlardan qo'rqamiz. Odamlardan qo'rqish bu juda ham ko'p o'quvchilarda bor. Va bu qanaqa o'quvchilarda bor? Обязательно psixologическое насилие boshdan o'tkazgan. То есть psixologik zo'ravonlik boshdan o'tkazgan. То есть uni ila o'rtoqlari uni bir tiyinga olmaydi-yu, tushunmayapti buni bular bilan o'rtoq. Ila ota-onasi unga har kuni kun davomida, yil davomida juda ham yomon munosabatda bo'ladi. Bola hammasini anglaydi. Odam hamma narsani anglaydi. Просто kuchi bo'lmagani uchun u o'sha narsani bartaraf qila olmaydi. Paka kuchi yo'q, lekin katta bo'ladi, kuchi bo'ladi bunga. Поэтому psixologik o'quvchilarda o'zi asosan psixologik jihatdan o'sha qo'rquv bor, поэтому ularda yezikovoy baryer bor. Ular просто ili shol bo'lib qoladi, gapira olmaydi, ili qizarib ketadi, ili rangi oqarib ketadi, ili havo yetmaydi, ili chanqab ketadi, ili anaqa bir soat davomida o'ylanadi, qilib. Bir soat davomida. А почему? Потому что so'z kelmayapti qo'rquvdan. Понимаете? В организме идет такой расколбас. Плохо человеку. Qanaqasiga u tez so'zlarni eslab hozir gapirib tashlashi mumkin, gapirib ketishi mumkin. Bo'lmaydi unaqa. Поэтому
o'z o'quvchilarida shu psixologik jihatdan muammosi borligi uchun yazıkovoy baryer paydo bo'ldi. Yechimi nima, Zarina Ismoilovna? Agarda siz rus tili grammatikasini yaxshi bilsangiz, lekin baribir rus tilida gapirmayotgan bo'lsangiz, bu nimani alomati? Miya rus tilida gapirishingizga o'rgatilmagan. Miyada to'g'ri neyronlar yaratilmagan, miya o'rganmagan tez tahlil qilishga, tez o'zbek tilida gap tuzishga, tez uni tarjima qilishga miya o'rgangani yo'q. Bu degani miyani biz nima qilamiz? O'rgatamiz. Nimani yordamida? Muloqotni yordamida. Muloqot. Kim bilan muloqot? Faqat ChatGPT bilan bo'lishi mumkin, ili ustoz bilan. Всё. ChatGPT ili ustoz. ChatGPT bilan muloqot minusi faqat odamni maqtaydi. Zo'r, koroleva deb. Sen qirolsan, hamma senga qarsaklar chalsin deb faqat uni maqtash. Поддержка, потому что bu da bizaga. A вот o'qituvchi bilan anaqa qilganingizda, o'sha muloqot qilganingizda u yerda i kritika bo'ladi, i maqtash ham bo'ladi. То есть siz faqat pluslaringizni, i maqtovni eshitasiz, i anaqa xatolaringizni ham bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Поэтому muloqot faqatgina rus tili o'qituvchisi bilan bo'lishi mumkin. Agarda psixologik qo'rqyapman, gapira olmayman va hokazo bo'lsa, o'zi psixologik muammo qanaqa o'quvchilarda bo'ladi? Qachondir nimadir gapirgan rus tilida, и всё уже gapirmay qo'ydi. Kimdir kuldi va hokazo. Смотрите, agarda o'zi qo'rquvku buni asosan ko'rasizlar, qo'rquv deb yozdim. Hatto talaffuz odamlardan qo'rqish. Qo'rquvni darajasini pasaytiradigan bu bilim. Qo'rquv darajasini pasaytiradigan bu bilim. Qo'rquv darajasini pasaytiradigan bu bilim. То есть bilimli bo'lsangiz, grammatikani bilsangiz, har kuni matnlar bilan ishlayapsiz, tilingiz rus tilini talaffuziga o'rgangan. Siz, например, muloqot darsida ishtirok etasiz, ustoz bilan rus tilida gaplashasiz, hammasi yaxshi. Xotira bilan muammolar yo'q. То есть so'zlar esingizda qolyapti, muloqot darslarida siz zo'r gaplashasiz. Всё. Qo'rquv darajasi pasayib boradi. Demak, psixologik jihatdan rus tilida gapirishimizni, qo'rqishimizni yechimini birinchi punkti bu bilim bo'lish kerak. Ikkinchi o'rinda nima bo'lish kerak? Bu yerda muloqot bo'lish kerak. И опять вот muloqot rus tili o'qituvchisi bilan. Albatta ustoz bilan gaplashganingizda, tем более bu ustoz bilan endi shug'ullanayotgan bo'lsangiz, gapirib bering qo'rqishingiz haqida. Например, menga o'quvchilar gapirib beradi, "Vot men rus tilida gapirishdan qo'rqaman." Men aytaman, "Men ko'lashni boshlayman." Qachondan boshlangan? То есть buni вот anaqasini, это как psixoterapiya. Buni вот ildizini topish kerak. O'sha ildizini topib, ko'tarib, mana ko'ring. То есть o'sha momentda kimdir ustingizdan kuldi, uni kayfiyati yo'q edi. Или o'zi u xarakteri shunaqa, hamma ustidan kulib yuradi. Nimaga o'sha holat haligacha sizga ta'sir qilyapti? Nimaga siz o'sha holatni asiriga aylandingiz deb ustoz sizni olib chiqib ketadi unaqa fikr yuritishdan. Поэтому muloqot bo'lishi shart. И еще o'zi shunaqa odamlar bor, ular nafaqat rus tilida, ular hattoki o'zbek tilida gapirishga qo'rqadigan odamlar, bunaqa o'quvchilarim bor. Men ular ismigacha bilaman. Hozir o'qiyotgan o'quvchilar ismini bilaman, unaqa muammosi bo'lgan, bitirib ketgan, muammosini yechimini olgan o'quvchilar ismlari, familiyalarigacha bilaman. Hattoki telefon knishkamamda ham saqlanib qilingan nomerlari. Chunki biz ular bilan ko'p muloqot qilardik, gaplashardik. Поэтому agarda siz juda qo'rquv darajangiz katta bo'lsa, nafaqat rus tilida, hattoki o'zbek tilida gapirishga ham qo'rqayotgan bo'lsangiz, ustozingiz rus tili o'qituvchingiz maqsadi birinchi o'rinda хотя бы sizni o'zbek tilida gapirtirishdir. Shunaqa qilardim. O'zbek savol yozardim. Bugun nima qildingiz? Ikir-chikirgacha gapirib berasiz. Bugun kun davomida kayfiyatingiz qanaqa o'zgardi? Ikir-chikirgacha gapirib berasiz o'zbek tilida. Aytardim, audioni davomiyligi 5 minutdan kam bo'lmasligi kerak derdim. То есть audio yuborasiz, 5 minutdan kam bo'lmasligi kerak. O'qituvchilar esingizda qolsin, qanaqa shug'ullanish kerak unaqa odamlar bilan. Lekin agarda siz shunaqa muammosi bor o'quvchi bo'lsangiz, biling qanaqa buni to'g'rilash mumkin.
То есть o'zbek tilidan boshlash kerak bo'ladi. И еще bu, конечно, aytish buni qiyin, lekin ko'proq psixologik jihatdan qo'rquvi bor odamlar bu qachondir yoki hozirgi kunda psixologik zo'ravonlikni boshidan o'tkazayotgan odamlar. Qo'rquv, мои дорогие, o'zidan o'zi hech qachon paydo bo'lmaydi. Hech qachon. То есть qanaqadir negativniy opit bo'lgan, shuning uchun bu qo'rquv paydo bo'ldi. Поэтому ustoz qanaqa ishlash kerak? U birinchi o'rinda aniqlash kerak bu qachon paydo bo'ldi va o'quvchiga bilim berish kerak. U o'ziga ishonishi uchun. Qachon gapirayotgan gapingiz har bittasi to'g'ri bo'lganini bilganingizdan keyin faqatgina ovozingizni baland qilib, ana o'zbekcha aytadi-yu, baralla gapira olasiz, mikrofonni olib kerak bo'lsa. Chunki siz 100% bilasiz, og'zingizdan chiqayotgan gap xatosizligini. Tushundinglarmi? O'ylaymanki, sizga bugungi dars yoqdi. Yoqdi, yoqmadi. Izohlarga yozinglar. Yoqmagan bo'lsa ham yozinglar. Yoqqan bo'lsa ham yozinglar. Agar siz shunaqa muammo bo'lsa, menda ham shunaqa muammo bor deb yozinglar va bu kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki bundanda zo'r mavzularni shu kanalda sizlarga yoritib beraman. Ko'rishguncha.